Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Nexia 2 mashinasi 2009-yil 528 ming kilometr masofani bosib o'tgan 1 super base konditsionerli variant o'qinglar. Balon holatlari yaxshi holat turibdi. Salon qismini o'qinglar ko'rib turibsan. Salonlarni o'qinglar o'zing uchun bitta chiska qildirib, bitta yaxshi chexol kiygizib olasizlar. Mashina yaxshi holatga keladi. Magnit kolonkalar bor, temir gaz balonli ustanovka qilingan. Chiroyli nomerlar bilan generalniy danislargacha chiqargan o'qinglar. Kuzov holatlari ham yaxshi holat turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, o'qinglar, okamiz toshni bilmas ekanlar. Tomdan past e'tiborlarda bor ekan, okamiz tomdan pastiga men roziman deyaptilar. O'zinglar uchun bir qator tekshirtirib, prayerga qildirib olasizlar. O'qinglar, asosiysi narxi zo'r bo'ldi. $2550 baholandi. $2550 ga 2009-yil minishga tayyor, texnik tomondan hech qanaqa muammosi yo'q. 1.6 motorda Nexia 2 mashinasi. Egalar nomerini qoldiraman, telefon qilib barik qilishinglar mumkin.